Assalomu alaykum, shopir akalar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Bugun bizlarda ishlar avjida. Mantiga kelgan, bunga qilmaydigan ishlar. Korotkalari alish holga kelib qolibdi ekan. Amortilari alishtirilyapti. Ikkala tarafni ham oldi korotka almashtirdik. Bu tarafimizda tanar, xolodilnik, bunga qilmaydigan ishlarimiz supportlari. Yer osti holga kelib qolibdi, suv kirib zaklin qilib, stupsalari alishadigan holga kelib qolibdi ekan. Ularni ham alishtirib chiroyli taxlab beramiz. Bu abizdachiklarini terib, bu tarafdagi stupsalarning qo'shimlari to'kilib ketdi. Zaklin qilib qo'ygan ekan bir tarafi. Energiyachilari ham almashyapti. Support qilgan energiyachi обязательно qaraysiz. Через energiya suv kirib, support ichiga zaklin qilib qolishi mumkin. Trubkalarni perdelka qilib beryapmiz. Tormoznoy. Mana supportlari. Ishlarini tozalayapmiz buni. Mana bunaqa aholi kelib qolibdi, suv kirib. Nashi ikkita support polna переборка. Bu tarafda ham tanar segmentovka. Polna xodoylarni qilib beryapmiz. Amortik hammasi almashyapti. Disk, qochimliklari moyka, supportlar qilinadi. Disklari, support zaklin qilib yetkazilgan disklarini. Bu tarafimizda qilinadigan ishlari. Shlanglari yangi qo'yib berildi, tormoznoy energiyachga, korotkalar. Salin blok segmenti joy almashadi. Salin blok тоже almashadi. Linchak yangi qo'yib beriladi, kreplenalari yulib olgan. Disklarni qarang, вообще tormoz ishlamagan. Supportlar переборка bo'lib, boshqatdan terib beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Bundan da yaxshi qiziqarli videolar qo'yib boramiz. Sog' salomat bo'linglar.